Assalomu alaykum. Python dasturlash kursimizning 4-soniga ham kelib oldik. Demak, bugungi mavzumiz shart operatorlari, ya'ni if, elif, else haqida bo'ladi. Demak, keling unda birinchi bo'lib shart operatori nima degan savolga javob bersak. Shart operatori bu dastur oqimini boshqaruvchi buyruqlar deb qisqacha tushuntirishimiz mumkin hamda ular quyidagilar kiradi. Demak, if operator quyidagi formatda bo'ladi. Ya'ni if keladi, ifdan so'ng condition beriladi. Conditionimiz agar true bo'lsa, ifni ichi ishlaydi. Agar false bo'lsa, shunchaki ifni tashlab o'tib ketadi. Buni keling kodda ko'ramiz. Demak, bu yerda ko'rib turibmizki, age degan o'zgaruvchimiz 18 ga teng, age 18 dan katta yoki teng. True beryapti. Demak, siz balog'at yoshidasiz deb chiqish kerak. main.py. Mana siz balog'at yoshidasiz deb chiqdi. Agar age'imiz shunchaki 16 bo'lib qoladigan bo'lsa, agar age'imiz 18 dan katta yoki tengmi degan savoliga javob false bo'ladi hamda hech narsa ekranga chiqmaydi. Demak, mana hech narsa ekranga chiqmadi. Demak, if menimcha tushunarli bo'ldi. Agar ifni conditioni true bo'lsa, ichidagi kodimiz ishlaydi. E'tibor beramiz, bitta qoidasi bor. Mana bunaqa kod yoza olmaymiz. Ifni ichidagi kodimizni bitta tab bilan ajralib turish kerak. Mana bu agar bunaqa yozadigan bo'lsak, keyingisi bu ifni ichidagi hisoblanmaydi. Mana bitta ishga tushiramiz. main.py desak, mana hi deb chiqdi. Nimaga hi deb chiqdi? Chunki ifni ichidagi conditionimiz false berdi. Shuning uchun ifni ichini tashlab ketdi. Bu hi'imiz ifdan tashqaridagi gap bo'lgani uchun ishlab ketdi. Demak, keyingisi bundan tashqari if else operatorimiz bor ekan. Else qachon ishlaydi? Demak, else'imiz shunchaki else yozamiz. 2.print yoshsiz. Yoshsiz deb turamiz. Balog'atga yetmagansizni o'rniga shunchaki yoshsiz deb turdim. Demak, bizada if'imizning ichi xato bersa, else ishlab ketadi. O'sha narsa sal chalkashishimiz mumkin, lekin misollar ishlab o'rganib olamiz. Yoshsiz haydab chiqdi. Nega? Chunki if'imiz ichi false bersa, bu if'ni ichini shunchaki tashlab ketadi hamda else avtomatik ishlashni boshlaydi. Agar if'imiz true bersa, else ishlamaydi. If ishlasa, else ishlamaydi, else ishlasa, if ishlamaydi. Misol uchun, mana bunga 19 beraylik, mana. 18 dan katta yoki teng, o'shaning uchun siz balog'at yoshiga yetgansiz hamda hi deb chiqdi mana. Siz balog'at yoshiga yetgansiz hamda else ishlamadi. If ishlasa, ifdan keyingilari ishlamaydi. Agar if ishlamasa, ifdan keyingi else ishlaydi. Darsimizning keyingi rejasi iloji boricha tezlashtiryapman, chunki mana elif zanjiri. Demak, bizda qandaydir bal bor ekan, misol uchun. Demak, qandaydir bal olganmiz. Keling, bu foydalanuvchi kiritsin. Yo'q, misol uchun 80 kiritib turaylik. If deymiz, balimiz yuqori bo'lsa, 90 dan katta yoki teng deb turaylik. 90 dan katta yoki teng bo'lsa, print allo misol uchun. Elif deymiz, keyingi shartlari, ya'ni if deb ketish juda ham, if deb tekshirsak ham bo'ladi, to'g'ri, mana if deb, lekin juda ham ko'p kodimiz juda ham uzun bo'lib ketadi, nima deydi, ko'p vaqt oladi. O'shaning uchun biz elif operatoridan foydalanishimiz ham mumkin. Katta yoki teng bo'lsa, 70 dan print misol uchun yaxshi. Yana bitta elif yozamiz. Elif xohlagancha yozsak bo'ladi. Balimiz katta yoki teng bo'lsa 60 dan misol uchun print
qoniqarli aks holda else print demak yomon. Demak, bitta ishga tushirib olamiz. main.py ni. Bizda yaxshi deb chiqdi. Nimaga mana bu kodimizda ishladi? Bu shart operatorlarining mazmuni shundaki, qaysi biri ishlagandan so'ng keyingilarini tashlab ketish. Ya'ni agar if ishlasa, ifni ichi ishlaydi hamda qolganlari ishlamaydi. Agar if ishlamasa, keyingi else'ni elif'ni tekshirishni boshlaydi. Agar bu elif to'g'ri bersa bo'ldi, qolganlarini tekshirish shart emas. Agar bu ham false bersa, lekin yana bunga ham o'tadi. Keyin agar bu ham false bersa, yana bundan keyingisiga o'tadi. O'shanda ketma-ketlikda har birini tekshirib chiqadi. Agar lekin bittasi true bersa, misol uchun bizda mana bu true berdi hozir. Mana shu true berdimi? Bo'ldi, kod to'xtadi mana shu yerda. Kod to'xtadi. Ya'ni mana bu pastdagi mana bo'ladi. Mana shu if ga tegishli pastdagilarni shunchaki tashlab o'tib ketadi. Buni keling misollarda ko'rib yaxshiroq o'rganib olamiz. Ichma-ich degani bu ifni ichida misol uchun ichma-ichga keling misol keltiraylik. Yaxshisi son misol uchun 12 berib turaylik. If deymiz, sonimizni katta bo'lsin 0 dan deymiz. Yana ichida if yozadigan bo'lsak, mana shu ichma-ich if deyiladi. Misol uchun teng 0 bo'lsa print musbat va juft. Mana main.py. Mana musbat va juft deb chiqdi. Ushbu narsamizni ichma-ich degani mana shu. Ifni ichida yana bitta if kelishi nested deyiladi. O'sha narsa. Keyin misollarda ko'rib chiqaylik, chunki vaqtimiz juda ham kam. Maksimum 15 minut video qila olaman. Demak, son musbat yoki manfiy ekanligini aniqlang. Demak, bizga son berilar ekan. Sonni keling biz o'zimiz kiritadigan qilaylik. Input son deb turamiz. If deymiz, sonimiz katta 0 dan bo'lsa print demak musbat deb chiqarishimiz kerak. Demak else aks holda print manfiy deb chiqarishimiz kerak hisoblanadi. Demak ishga tushirib olamiz. py.py son misol uchun 3 musbat. Yana py.py misol uchun -23. Mana manfiy. Keling bu yerda bitta narsa qolib ketdi. 0 bo'lsa-chi degan savolga javob qolib ketdi. O'shaning uchun else deymiz. Sonimiz teng 0 bo'lsa agar print 0 deb ham chiqarib qo'ysak to'g'riroq bo'ladi. Keyin bundan bitta kommentariyaga olib turamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Son juft yoki toq ekanini topish. Demak, bizda son olyapmiz. If deymiz, sonimiz juftlikka tekshirish uchun qoldiqli bo'lganda 0 bo'lsa print juft. Else elif emas, keyin shuni else qilaylik. Else da shartimiz bo'lmaydi. Print toq. Demak, misol uchun 6 juft. Faylni yozishda xato qildim. 5 toq. Ushbu kabi ishlaydi.
Demak, qoldiqli bo'lish, ya'ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 bo'lsa, bu sonimiz juft son hisoblanadi. Aks holda toq bo'ladi. Demak, buni ham bitta kommentariyaga olib turamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Vaqtimizni bitta ko'raylik. 10 minut bo'libdi. Demak, vaqtimiz bor ekan. 3 ta son berilgan, eng kattasini aniqlash. Demak, butun hammasini o'chirib turamiz. Demak, o'zgaruvchilarga quyidagicha qiymat ham berishimiz ham mumkin. Mana, uchalasini virgul bilan yozamiz. Misol uchun 24, 15 hamda 19 sonlarimiz ham mavjud. Demak, katta degan o'zgaruvchi ochib turamiz. Misol uchun, birinchi bo'lib a ni berib turamiz. Keyin tekshirishni boshlaymiz. If deymizda katta kichkina bo'ladigan bo'lsa b dan kattamiz teng b ga bo'lib qolsin. Yana bitta if yozamiz. Kattamiz kichkina bo'lsa s dan kattamiz teng bo'lib qolsin s ga. Hamda print qilib kattani chiqarib qo'yishimiz kerak hisoblanadi. Demak, bizda bu yerda logika shunaqa bo'lyapti. Keling, mana shuni 27 qilib turaylik. Bizda dastlab kattaga a ni berib oldik. A 24 ga teng edi. Keyin if orqali tekshiryapmiz. 24 b dan kichkinami deyapmiz. 27 dan kichkinami? Bu narsa mana 24 kichkina 27 dan. Bu true beryapti. Demak, true beryapti. O'shaning uchun endi kattamiz 27 ga teng bo'lib qolyapti. Ya'ni kattani b ga tenglayapmiz-ku, b 27 edi. Keyin bu yerda savol berilyapti. 27, kattamiz 27, kichkinami sayimiz 19. Bu false beryapti. O'shaning uchun shunchaki tashlab ketildi hamda print qilyapmiz. Demak, katta necha edi? 27. 27 edi. Demak, py mana 27. Juda ham oson, faqat sal o'rganib olish kerak. O'sha o'rganib olish uchun mustaqil uyga vazifalar ham mavjud. Quyidagi 10 ta vazifani uyda vazifalarni mustahkamlash uchun ishlab olsak bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.